Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qarindoshlar, har vaqtinglar xayrli bo'lsin. Selim Pasha mahallasi deb uning oldida men videoni chiqargandim. Nurg'un qarindoshlar bu yerda meni tushunmabdi. Men o'tirg'i ib chiqqan uy masalasida emas. Bu yerda bizning ahvolimiz qayerdan qayergacha mushuni ko'rsatmoqchiman. Shu Uyg'ur mahallasida. Bu yerda 2017-yili maktab ochildi. Uyg'ur maktab deb e'lon qildi, kelinglar deb. Bizning Qozog'istonda bolalar Uyg'urcha o'qigan. Bu yerda Uyg'urcha davomlashtirish bo'ldi ekan deb qo'shal bo'lib mashaga kelgan. Bu yerga kelganimiz sababi shu vatan davosini qilamiz deb, Alloh roziligi uchun mangmiz deb, boshqa deb kelgandik. Nurg'un mitinglarga chiqdik. 2019-yili Uyg'ur TV'da so'zladim. U tarafdan Qozog'istondan biroz bisimlar bo'ldi menga. Ammo bu yerda ahvol zodi boshqachanki. Videoni ishlab chiqargandan keyin Selim Pashada bu yer nurg'un kuchuklar menga hujum qiladi. Psixikalik tarafdan, ham tarafdan oilamga bisim qiladi. Bu ishlarga kirmay degandim. Ammo buningga javob bersam, nurg'un ishlar oydinlashadi ekan. Ebenjon sababchi bo'lgani rost. Ammo rost yolg'onni bu yerda aralashtirib o'tibdi. 2025-yili biz so'zlashgan vaqtida men do'konni mang'izamayapman, bak yerib ketdim, ayolim kasal bo'lib qoldi, operatsiya qilish kerak dedi. Ishga ulgurmaymiz deb do'konni sotmoqchi bo'lyapman degan. Men degandim, sotadigan vaqtida mang'idanglar. U vaqtida pulim bo'lsa, men o'g'limga ipray degandim do'konni. U undoq bo'lsa, shu do'konni keyin elinglar, pulinglar bo'lgan vaqtida ashuni elinglar, hozir sherik bo'laylik dedi. Ma'qul deb uni kelishim shart tuzdik. 50 50. Men sotma, u molni ekspordi. Ashuna deb kelishgan. Yana Eminjon do'konchi shu Fatihdan ko'chirib ib keldim. $500 berdim. Shu talog'i chiqirib yetadigan halat kelib qoptiki dedi. Hammasi yolg'on u. $500 ag'nim rost. Qanchalik uni u $500 bir oy bo'lmay men uni qaytarib berdim. Jiddiy kevelinglar deb uni jiddiylashtirdi. Ikkinchidan biz bir oyga to'lmayli deb, bekat to'lmayli deb, shu 1-chislar 8-oyda 2025-yili mashaga kevalayli deb shu vaqtida $500 ib turgan. Unda bo'lsa men uy so'rayman dedi. Ustozdan o'zimga uy so'rayman. Do'konning yonida aşağıdan sizlar aşağıda turib ham ishlaysizlar degandi. Uningga ma'qul deb kelishgandi. Habibulloh Husayndan shu uy so'rabdiki, yana yo'q demay, yana uy beribdi. Sizlarga 4 jon dupleksda turyapsizlar demay, yana bir uy beribdi. Uningga biz foydalanib turdik uningda. Ammo mening o'g'lim mening bilan yashayotdi, yangi uylangandi. Shu vaqtida Qozog'istonda ishlarim bor deb ketgandi ishga. Jabduqlar ko'p bo'lgandan keyin uyda qatmadik. Habibulloh Husayndan yana bir qatim so'rayman deb yana so'rdi. Bo'lsa uyda yo'q, uylar yo'q deb jugandi. O'ziga so'rgandan keyin yana 4-binoda ikkisining birisini elinglar deb ashyaga ko'chib oldik biz. 4-qavatdan biz uyni ib bo'lgandan keyin Habibulloh Husaynni debdi. Birlari so'rab qolsa, uyni qanday oldinglar desa, uning oldida tizimlab qo'ygan deb danglar debdi. Ben dedim, o yalgan bulmamdı, ondak desek, buna bulmamdı desem, hey, Eminjon deydi, yalganını etmesek bir yerde fitne çıkmamdı deydi. Şu vaqtda yana bir tushundim. O'ziga xalgan adamlar bo'lsa, yaloqchilar bo'lsa, ashlarga hamma narsani qilib berdi ekan. O'zi xalmagan odamlarga noiti boshqa ko'zdan qaraydi ekan. Boshqa qilib ishlar juduq, bir kuni menga deydi. Habibulloh Husaynni deydi, seni Muhammad bilan aralashadi ekan. Muhammad bilan aralashmasa, biz yami bermiz, mol tutganga sharoitni yaratib bermiz. Ashun bilan aralashmasin deyotdi deydi. Men dedim, bu qandaq u? Muhammad meni har vaqtida voy aka, ahvoling qandaq deb ahvolimni so'rab turibsa, ikkimiz mushu kamgacha yaxshi o'tyapsak, men ya uchun, mol uchun, ya'ni buni rad qilmayman, bu do'stlikni. Undaq bo'lmaydi deb degandim. Shuni degandan keyin oramiz so'g'lashdi.
meni boshqacha tushunib qolibdi bular. Shundan keyin kelishim shartni xoinlik bilan rad qildi. Boshdan boshqa yo'q bir sabablar bilan do'konni o'ziga ib oldi. Bizma shuni o'tkazib berganga majbur bo'ldik endi. Undan keyin Abdurim mashada tozalik qilib bersang dedi. Uni tozalik qildik. Boshqa ishlarni qildik. Undan keyin mushu 4-5 binoning ostida, yer ostida depo baka ashada sanoy achayli deb ikkimiz kelishdik. Bo'ldi, yangi yildan keyin boshlaymiz dedik. 2026-yilda boshlaymiz deb degan to'q keyin yana keyiniga so'zyapti. Ya hozir men bular bilan so'zlashman, unda qilma deb bo'ldi, shu ro'zadan keyin ochmiz deb ashadab nim qildi. Unga ma'qul dedim. Keyin qarasam hammasi yolg'onga. Bu yerda menga bir narsa, men yaloqchilik qilmoqcha, menga hech narsa tegmaydiganini ko'zim yetdi. Uning boshqa ahvolini birinchi videoda ko'ralasizlar qanday bo'lganini. Bunday bo'lgandan keyin bular to'lab bergan pulni elibli ketay desam, vicdonim uningga bormadi. Hammamiz har vaqtida mashtaq tashlab ketaversak, u kimga tashlab beramiz bu davoni? Kimga bizga vatanni ozod qilib berdi? Kim bizga qilib berdi? Shuni o'ylab qo'yinglar qarindoshlar. Maktab 2017-yili mashada bitibdi. Mana 10 yil bo'ldi. 10 yilning ichida nimishga mang'izamotlar buni? Nim sabab buni? Bu yerda nim siri bor, shuni deb qo'yinglar. Masalan, to'qoning ostiga tuxum sep qo'ysak, 21 kunda bu yerda juju chiqadi. O 21 kunda juju chiqmasa, ya bir ay yashikay yotadi u to'qo, bo'ldi, undan keyin turib ketadi. Sizlar nimishki 10 yil bo'ldi, nimishki ya natija chiqaramoqsizlar, ya ishlaymaydiganlarni psixikalik besim qilib bu yerni ketkizib etsizlar. Nim uchun sizlar bu yerni qo'ymoqsizlar? Ya boshqalarga bermoqsizlar, ya o'zinglar shiltamoqsizlar. Masala bu yerda bu. Ya'ni bir narsa deb qo'ydiganim, yaloqchilik talab qildigan yerda hech qachon ularning orasida liderlar chiqmaydi deb qo'yay. Assalomu alaykum va rahmatullohi.